Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuh. Hurmatli musulmon tug'anlar. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuh. O'tib ketgan Hayit bayramingizlar menen qutlug'dayım. Sizlar menen hurmatli apalar, ejeler, sizlar menen подписчиктер, sizlar menen Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Muhammad sollallohu alayhi vasallamdan ömür bayanın o'quyunda degile namda kitapdan o'quymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 571-yılı törülgön, pil okuyasından murda törülgön. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallamdan atategini bilishimiz kerak, sana gaplab olishimiz kerak. Men sizlarga hozir o'qib berem, o'zim adashib ketmaslik uchun. Birinchi Muhammad sollallohu alayhi vasallam, Abdullah, Abdulmuttalib, Hashim, Abdumannaf, Qusay, Kilab, Murra, Kab, Lu'ay, G'alib, Fihr, Malik, Nadir, Kinana, Huzayma, Mudrika, İlyas, Mudar, Nizar, Ma'd. Sizlarga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan turilishini murdaga o'qiyani aytib bermoqchiman. Pil o'qiyasi. Bir podsho bo'layotganda, al podsho Mekkaga musulmonlar ajiliqqa kelganda al podshoni ko'rolmaslik qilib, o'zi mechit qurayin debdir. Cherkovbe, mechitbe shunday. Mechit quribdir. Anan Mekkaga kelibdir-da, to есть Mekkaga kelibdir. Biroq bayağı ajılarda chaqirsa Mekkaga kelibdir-da. Ajılarchi, to есть o'zini kechirasizlar, kishni surdanib o'tam. Nimaga kelibdir? Mechitni kelibdir, qurgan mechitni. Al podshoning ati hozir unutib bartam. Al podshoning ati ko'p-da, negizichi. Har xil atlari bor. Anan mechitga kelmagan ekan, men Mekkani buzam debdir. Men Mekkani buzam deb bir pilni olibdir. Voyska tayyorlabdir. Anan kiribdir Mekkaga. Kirganda bayağı pilni jurg'izganda jurib o'ptirda. Boshqa yerga jurg'izganda jurib, basqizganda basib, Mekkaga bastirganda basbaptir. Anan ne olibdir? Al kishini surdan o'tam. Anan ne olibdir? Anan Mekkaga kiribdir. Anan Mekkani buzam deb kirganda, oyoqda jitellar полностью nimaga ketibdir-da? Tog' tashlarga ko'chib ketibdir. Anan bayağı al vaqtda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan dedushkasi, cho'ng otasi cho'ng bo'lgan ekan-da, mer deb qo'yamiz bizning tilda. Cho'ng bo'lgan ekan. Al o'sha aytibdir-da, sen ne Mekkani bayağı podsho Abdulmuttalib Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Muhammad sollallohu alayhi vasallam cho'ng otasini aytibdir. Sen nega Mekkani buzam desang, sen buzba deb aytmay aytasing. Seni sharing'o, seni Alloh Xudoyingning Mekkasi uyg'o desa, al uydan esi bor. Mening qo'limdan hech narsa kelmaydi, Allohning qalagani bo'ladi debdir. Anan bayağı men buzayin desa, osmondan qushlar uchib kelibdir-da. Shunday qushlar uchib kelibdir, ababil degan qushlar. Qur'onda dag'i keladi shu qushlar. O'zunda tashlarni solib olibdir-da. Tashlarni solib bayağı bombardirovkaga o'xshash narsa qilib, bayağı voyskaga o'sha podshoga tashlabdir. Anan ular denesi chirib o'lib qolibdir. O'shagacha suylashgan bo'laylik kishini o'shaning jattag'ila Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan atategan anan dag'i kishini suylashamiz. O'sha yoqqacha suylashgan bo'lib turaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.